Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa bugun xo'p inkubatorimizni 16-kuni tuxum qo'yganimizga 16 kun bo'ldi. Akalar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Kechagi qo'ygan videoyim yaxshi, like bosib obunachilar keldi. Like bosib obunachi bo'lgan obunachilarimizga katta rahmat. Like bosganlar qo'llar dard ko'rmasin, doimo pul ko'rsin akalar. Plastiklaring pulga to'rsin. Allohim o'zini baytiga chaqirib, hoji ota, hoji ona bo'lishlar nasib ro'z aylasin. Shular qatorida biz ham hojilarga borib kelaylik. Akalar, endi bugungi kunimiz mana Xudo xolasa sovutish ishi ertalabkisi, kechqurun sovutib, idishlarga suvlar to'ldirib qo'yganmiz. Xo'p, akalar, men sizlarga bir qator ma'lumot berguncha bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, yana manfaatli bo'ladi akalar. Xo'p, yana bitta obunachimiz birinchi partiyangizda 116 ta tuxum qo'yuvdingiz-ku. Kecha videoyingizni ko'rdim, 100 ta deb gapirib o'tib ketibsiz debdi. Alloh rozi bo'lsin, kuzatib kelayotgan ekan-u, lekin oradagi jo'jalarim chiqqanini menimcha videosini qo'yganman, ko'rmagan. Mayli, bir qator hammaga manfaatli bo'lish uchun bir qator ma'lumot berib o'tib ketaveramiz. Buning uchun hozir akalar bir qator oldin sovutishni 7-8 sovutamiz. Ungacha tuxumni sovutishda davom etib turib, keyin qolgan nimalarni tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p akalar, hozir mana akkumulyator bizda svet o'chmayapti. Akkumulyatorni uzib qo'yganman. Agar uzilmagan akkumulyator ulangan bo'lsa, birinchi akkumulyator uziladi. Xo'p, mana namligimiz 58, issiqligimiz 3708, orada 9 bo'lib turadi. Xo'p, buning uchun endi birinchi o'rinda akalar inkubator o'chiriladi, vyuklyator o'chiriladi. Mana vyuklyator o'chirdik. Xo'p, endi keyingi masala, agar uy sovuqroq bo'lsa, 25 gradusdan pastroq bo'lsa, yarim ochiladi. Agar 25 dan balandroq bo'lsa, polni ochilaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Xudo xolasa ochamiz. Endi shu bilan 7 minut sovutamiz. Video cho'zilib ketsa, avvalambor uzr so'rab ko'ramiz. Xo'p, akalar, mana tuxumlar ma'lumot uchun aytamiz. 111 ta bu safar ikkinchi partiyamga qo'yilgan. Mana Xudo xolasa kechqurun suvlar to'ldirib qo'yganmiz akalar. Xo'p, endi hali akamizga 116 ta tuxum qo'ygan edingiz degan akamizga endi barchaga barobar gapirib o'tib ketaveraman. Birinchi partiyamga 116 ta tuxum qo'yganman. Aka, 116 ta tuxumning ichidan 16 tasi urug'lanmagan chiqqan aka. Bu inkubatorda aybi emas yoki meni aybim emas. Bu xo'roz bilan to'g'ri ayb aka. Undan 100 ta tuxum hammasi rivojlangan chiqqan. 100 ta tuxumning ichida 96 ta jo'jani mana shu inkubator o'zi ochib chiqqan. Bu 100% desa bo'laveradi. 4 tasini ham aka rivojlangan, ichida jo'jasi bor edi. Tajriba kamlik qildi. O'sha kechqurun qaraganimda ichi chiylayotdi. Ichi ochib qo'yganimda o'shani o'zi to'ralasi ham ochib 100% natijaga erishgan bo'larmidik. Orzu inkubatoriga gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu ikkinchi partiyamizda 111 ta tuxum sig'di, chunki sabab tuxumlar kattasi ham bor aralash. 116 taligida tuxumlarim sal kichkinaradi, o'shuncha 116 ta tuxum siqqan. Xo'p, bunga mana aka 96 ta jo'jalarim mana aka 90 ta qolgan. Ikkitasi o'lgan, 4 tasini berib yubordim. Hozir 90 ta jo'ja hammasi tirik. Allohga shukr, mana aka, mana bu yerda bu jo'jalarim hammasi 21 kunlik bo'ldi. Andijon qora jo'jalar aka, 30 ta bag'di. Mana aka, yana 30 tasi bag'di. Xo'p, mana aka 30 tasi bag'di aka. Ko'rishingiz mumkin. 96 ta jo'jadan ikkitasi o'ldi, 4 tasi berib yubordim. 90 ta jo'jadan Xudoga shukr 21 kundan beri hamma vitaminlari, mana vitaminlar hammasini berib katta qilyapti, Allohga shukr aka. Xo'p, kuzatib borayotgan uchun katta rahmat aka. Omon sog' bo'ling. Hammaga menimcha manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Orzu inkubatorini so'rayotgan akalarga xo'p, telefon nomer qo'yib qo'yaman akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. U meni nomerim emas. Men shu Orzu inkubatorini olgan Shuhrat hoji akaning nomerlari 50 talik, 100 talik, nechtalik desalaring, qanaqa ma'lumot bo'lsa beradi, olaverasizlar. Bu meni inkubatorim 100 talik deyiladi. Agar bunaqa latogi bor, latogi bilan qo'ysalaring, latoyni olib tashab qo'ysalaring, tuxum ko'proq sig'adi akalar. Mana bunaqa qilib teriladi. Ko'proq sig'adi tuxum. O'shaning uchun 100 taliklar birinchi partiyamga 116 ta, ikkinchi partiyamga mana Xudo xolasa 111 ta tuxum sig'di. Uchinchi partiyamga Xudo xolasa yana
boshqa tovuqlarni olib kelamiz, ko'paytiramiz xullas. Keyingi yildan bular hammasini to'q qilaman. Har xil tovuqlar qilib obunachilarimizga iloji boricha arzon narxlarda chiqarib beramiz. Akalar, ham videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like deb bosib qo'yasizlar akalar. Yana padichkada bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin barchalaringdan. Xo'p, qo'ldan kelgancha endi ma'lumot beryapmiz. Mana bu ishni birinchi marta qilyapman. Mana birinchi partiya, mana ikkinchi partiya ham. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Yana qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tib ketaveramiz akalar. Video cho'zilib ketdi, Alloh rozi bo'lsin. Uzr so'raymiz. Bu Instagramda video cho'zilib ketsa, ko'p ham obunachilar zerikib qolar ekan. Harakat qildim qo'ldan kelgancha tushuntirishga. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, 5 minutdan keyin mana tuxumni ushlab ko'raverasizlar, sovutayotganlaringda. Xo'p, qo'lni orqasidan ko'rsalar, chustvoyitlik yaxshiroq sezadi. Ilmiliq bo'lganda bekitib qo'yilaveradi. Xo'p, aytganda issiqroq bo'lsa 10 minut, uzog'i bo'lmasa 7 minut, 8 minut sovutsa bo'laveradi. Akalar, mana bu namligimiz 36 ga tushib ketdi. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Katta rahmat barchalaringga.